ba'zi bolalar qaysar, injiq, ota-onalardan ham ko'p keladi shunday savol. Nima uchun bolam qaysar, injiq? Endi bolani necha yoshdan shunaqa qaysar bo'lishiga ham ahamiyat beramiz-da. Misol uchun, yaxshi yurgan bola to'satdan qaysar bo'lib qoladigan bo'lsa, misol uchun o'ynab kuladigan, adekvatniy, muloyim bolangiz to'satdan mana shunaqa qaysar, injiq bo'lib qoladigan bo'lsa, uni kelib chiqish sabablarini izlashga to'g'ri keladi. Ko'pchilik holatda bola sog'lom yuradida qanaqadir shamollash natijasida, virus infeksiyasi qanaqadir ich ketishi oqibatida xuddi shunaqa holatga kelib qolishi mumkin. Qaysar, injiq bo'lib qolishi mumkin. Bu kasallikka asorati sifatida bo'ladi. Ba'zi holatda bola o'zi tug'ilgandan asabiyroq bo'ladi, uyqulari kam bo'ladi, agressiv holatda bo'lishi mumkin. Bunday holat o'zi tug'magan bo'lishi mumkin. Demak, so'raymiz, avlodda kimdir shunaqami, shunaqa jizzakimi deb so'raymiz. Yo otasi, yo onasi, yo kimdir shunaqa jizzakiroq bo'ladi. Xarakter gendan o'tadi bu narsa. Va undan tashqari yana shunaqangi holat bo'ladiki, temperament. Qaysar deb aytmayman-u, bilamiz, 4 xil temperamentimiz bor. Bir xil bolalarimiz melanxolik bo'ladi, o'tiraveradi, tinchgina o'yinlarni o'ynaydi, unaqa serharakat bo'lmaydi. Ba'zi holatda bolajonlarimiz xolirik bo'ladi, juda ham serharakat bo'ladi. Ularni har bitta qilayotgan, bajarayotgan ishlari juda ham tez bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab nima deydi, xarakteridagi har kundagi kayfiyatini o'zgaruvchanligi ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Juda tez o'zgaradi. Ba'zi hollarimizda bolalarimiz juda ham lanj holatda bo'ladi. Maktabga chiqqanda bunaqa bolalar qaysar bo'lib qolishi mumkin, chunki charchab qoladi, toliqqan holatda bo'ladi. Ba'zi bolalarimiz umuman bog'chaga bormasdan, turli xil tayyorgarchilik ko'rmasdan maktabga chiqqanda shunaqa injiq bo'lib qolishi mumkin. Undan tashqari, maktabdan tashqari bola uy sharoitidan bog'cha sharoitiga birinchi ilk bor chiqishni boshlaganda ham onalarimiz bolani asabiyligini ko'rishingiz mumkin. Asabiy bo'lib qoladi. Chunki bu normal holat, bu adekvat bolada uchraydigan holat, chunki bu adaptatsion mexanizmlarga kelib taqaladi. Chunki bola ota-onasini bag'rida o'ynab kulib yurgan bola birdaniga notanish sharoitga tushib qoladi. Undan tashqari notanish odamda. Ana o'shandan keyin ham bola asabiy bo'lib qolishi mumkin. Demak, har bitta kelib chiqish sababiga qarab biza bolaga u yoki bu qanaqadir yo dori-darmon tavsiya qilamiz, yoki qanaqadir metodikalarni tavsiya qilamiz. Va undan tashqari onalarimizga tavsiyalar beramiz. Kerak bo'lsa psixonevrologga uchrashishni tavsiya beramiz bolasi bilan. Yoki ba'zi hollarda hattoki psixologga ham tavsiya qilamiz. Bolani ko'radi o'sha psixolog, bola bilan gaplashadi, muloqotga kirishgandan keyin u bola bilan albatta ishlamaydi, chunki bola uni tan olmaydi, bilmaydi, tushunmaydi. Onalar biz bilan ishlaydi, bu bolaga qanaqa tomondan yondashishi maslahat beradi.